kishilik huquq va insonparvarlik. Söyümlük Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler bilen sefer üstüdeydi. Ular to'xtagan joyda suv topqilib bo'lmag'achqa hammaydan ussizlikdan holsirashga boshladi. Shuning bilan bir qancha sahoba suv izlashga yo'lga chiqdi. Bir hazodan keyin ular cho'llikda suv qochlangan tulumni ko'tarib yolg'iz ketib borgan bir kofir ayolni uchradi. Suvga tashna sahobalar yugurib berib ahvolni aytdi. Ammo u ayol ozroq bo'lsin suv berishga zodi unamadi. G'azablangan sahobalar ayolni tutib payg'ambar alayhissalomning yeniga ilib mangdi. Buningdan qattiq cho'chib ketgan ayol amdilikda o'zining nihoyatmi xatarlik ahvolda qolganligini, ussizlikdan holsirgan kishilarga suv bermay xato qilganligini his qilmoqda edi. Bular endi men nima qilibdi? Hatto men o'ltirib tashlasam-a, uni ko'rdiganga odam yo'q bu cho'llikda. O'zim yolg'iz shuncha ko'p ellarga qandoq qarshilik bildiraman? Yana kelib, men bir ojiz ayol tursam, degandek vahimlar bilan butun a'zoyi titirmoqda edi. Ammo payg'ambar alayhissalomning bir qo'lida tulumni ilib, yana bir qo'lida tanga tutqizayotganligini ko'rganida o'z ko'ziga ishonmay qoldi. U endi o'zining unsiz vahimli xiyol dengizida ajoyib hayajonlik bir davolg'ushning paydo bo'layotganligini sezmoqda edi. Bular zodi qanday odamlardir? Hech bir kishi yo'q bu cho'llikda meni qanday xolis shundoq bo'zak etoladigan turib, ya'ni nimadan qo'rqib bundoq yaxshi muomala qildiganda, ularni aylantirayotgan zodi nima? Ular nimadan zodi shuncha qo'rqayotganda? To'g'ri, ular balkim o'z xudosidan qo'rqyapsa kerak. Boshqalarni bo'zak etishga keng sharoit turibmi? Ular buncha aylanayotgan xudo cho'qim haqiqiy xudo. Cho'qim haqiqiy xudo deganlarning bir kun o'ylab chiqdi-da, darhol iymon etib, shu yerda musulmon bo'ldi. Mana bu islomning asl axloqi. Mana bu söyümlük Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin iş izleri. Amma biz şu esil ahlak faziletlerini örnek kılıp özümüzni özgertmezden belki ma'lum bir siyasi menfaatimizni deb İslam ahlakını özgertip taşlamaktayız. Tehe uyalmasdan başkalarının hakkını çang silip durup mu özümüzce fatvalarını to'qishib bir top islom jamoatining manfaati uchun boshqalarning haqqiga chang silish joiz deb jo'ylab yurmoqdamiz. Holbuki bizning cho'qinayotganimiz o'z nafsimizdan boshqa narsa emas. Lekin shundaqmi yanada biz musulmon. Tavba, biz yanada musulmon. Bugün haliflik g'azinasining darvozasi oldiga to'plashgan yahudilar dunyoda texichi ko'rinib boqmagan ajoyib bir manzarani ko'rib, o'z ko'zlariga ishonolmay dong etib qilishgan edi. Aslida bugun Heraklining po'lat sautlarga cho'mkalgan imperiya qo'shinlari Yarmuqqa to'plashgan. Hamda ularning oldini to'sish uchun yemishdagi musulmon askarlar jiddiy otlanishga tayyorlik qilayotgan kun edi. Bu dal xuddi hozirgi davrdagi o'xshash dunyodagi barliq mustabid hukmron kuchlar urush hozirligi nomi bilan fuqarolarga silib ularning terlarini qo'ymay yulib odatlangan hukumatning harbiy hozirlik planlari ajdirhodek hammin yolmab xalq iqtisodini palash holga tushirib qo'ydigan. To'plarning dahshatli zarbasida etizlar nobud bo'ladigan. Qahatchilik bo'layotganiga qaramay, fuqarolarning mol-mulk, oziq-to'liklari qurol zavodlarga sarmoya qilib olinadigan turli siyosiy taktikalar insonlarning o'zaro mehr muhabbatini va yuksak insoniyligini
o'limga mahkum qilish uchun imzolashga oldirash bo'lib ketadigan urush mezgili edi. Ammo mana mushundoq jiddiy urush vaziyatidimi butkul nemis xalqi jang signali chilinish bilanla Jakartaning barliq g'ayri dindikilar islom hukumatiga topshirgan yillik jizyasini, ya'ni kapolat bejini darhol qaytarib elib kessin deb to'g'layotganligini o'z quloqlari bilan angladi. Xalifalik xazinasining g'ayri dindagi fuqarolarga keng ichib o'tilganligini o'z ko'zlari bilan ko'rdi. Voy, biz zaten nimani ko'ryapmiz? Anglayotganlarimiz rostmi ya? Yahudilar ko'cha ko'ylarda, barcha yo'l qasnoqlarida bir-biriga o'ldirish shivirlamoqda edi. Shuncha jiddiy urush vaziyatiga duch kelgandimi, fuqarolarni bulab talash u yoqda tursin. Aksincha, o'z mol-mulkini ikki qo'llab fuqarolar sunadigan bu musulmonlar zodi qanday insonlardir? To'g'ri deysizlar. Bu yuqorqi savollarga islom hokimiyati tarafidan berilayotgan oddiy javob edi. To'g'ri, shaksizki, hozir xatarlik urush bulutlari beshimizda laylab yurmoqda. Shu topda urush hozirligi jihatdagi jiddiy iqtisodiy qiyinchiligimizmi bizga ofat kabi vahima solmoqda. Ammo sizlardan yig'ilingan yillik kapolat beji bo'lsa, sizlarning diniy erkinliklarni, izzat, obro'y, mol mulklarni kapolatga ega qilish uchun yig'ilingan. Mana endi vaziyatda biz urushga otlanish oldida turibmiz. Kim bilsin, urushdan keyin sizlarga kapolatlik qila olmay, yig'ilingan bojning haqqini ado qila olmasligimiz mumkin. Shunga haqqi ado qilinmagan pullarni jihad hozirligi uchun ishlatilmaymiz. Chunki jihoddan iborat bu pok ibodatimizga harom pullarning orilish qilishiga yo'l qo'yilmaydi. Bu javobni anglab, hayojonini bosolmagan yahudilar Tavrat bilan qasamki, sizlarning bundoq odil hukmronliginglar uchun o'zimizning har qanday hukmronligini fido qilishga tayyormiz. Bugun biz sizlar bilan birlikda Rim qo'shinlariga qarshi toki jismimizda bir tomchi qon qolgacha urush qilamiz. Har qanday ahvolda dushmanni himisiga yaqin yo'latmaymiz deb talab qilib to'layotgan va'da shuarlari bilan osmonni larziga keltirishga boshladi. Islom tarixiga nazar soladigan bo'lsak, bundoq voqealar qadamda bir ko'zimizga chiliqib turdi. Ammo nechin kun tong biz uning zoti nimani tushuntirib berdiganligini o'ylashga vaqt ajratishni ancha xohlab ketmaymiz. Qaramoqqa nihoyatda oddiy tuyuladigan bu voqea bizga bir tarafdan islomning kishilik huquq va insonparvarlikka tutgan diniy asabiyatlardan xoli adil nuqta nazarini oydinlashtirib bersa, yana bir tarafdan islom jihodining tub asosiy prinsiplarini belgilab berdi. Shuni asdan chiqarmaslik lozimki, suyimli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam, ashabi kiramlar va barliq tabiin, mo'min mujohidlar tarixdan buyon islom kurashlari uchun halol qon terlari va pul boyliqlarini sarf qilib kelgan. Bu eng yuksak pok ibodatga harom pullarning orilish qilishiga qat'iy yo'l qo'yilmagan. Ammo mana bugungi davrda dunyoning yettishiga duch kelgan bir qism ozg'un jamoatlarimiz ozg'ina siyosiy manfaatini deb jihod nomi bilan hatto musulmonni bulashdek o'chmas qilmishlarni sodir qilmoqda. Ularning o'z bulang'chiliklari uchun fatvo qilib olishgan omonsiz ikki gunohning biriga duch kelganda cho'ng ziyonning oldini olish uchun kichik ziyonni tanlash lozim degan Ibn Qayyim Taymiya rahmatullohi alayhining so'zi amaliyotda jihod masalasiga emas, balki faqat yemaklik masalasiga qartilgan. Allah garchi bizning amalsiz to'ng'iz go'shi yeganligimizni mag'firat qilsin-mu, ammo amalsizlikdan bahona qilib kishilarning haqqini yeganligimizni hargiz mag'firat qilmaydi. Shahid bo'lgan kishining barliq gunohlari kechirim qilinsa-mu, uning ustidagi boshqalarning qarzi yoki haqqining kechirim qilinmaydiganligi nurg'un hadislarda aniq bayon qilingan. Chunki
haqiqiy mujohidlarning dunyodagi vazifasi butkul insoniyatni qulluq kishanlardan ozod qilib, faqat birli Allohga yuzlandirish. Ularni haqiqiy insoniy martabaga va insoniy haqqi huquqiga ega qilishdirki, hargizmi kishilarning haqqiga chang'isilish emas. Haybardagi yahudilar xeyli uzoq terkishibmi, oxiri qurol tashlashga majbur bo'lgandan keyin shaharga besib kirish oldida turgan islom qo'shinlariga nisbatan ajoyib qo'rqinchli vahimalarga mubtalo bo'lishmoqda edi. Ular shaharimiz bir qatimliq cho'ng bulang-talang qirg'inchilikqa duch kelgan bo'ldi deb qattiq ansirashmoqda edi. Chunki ular dunyoning shu chaqchi bo'lgan tarixida qal'a qo'rg'onlarni besib o'tgan g'olib qo'shinlarning doim zulm istibdodning eng qabiy namunalarga aylanib qolganligini ko'rib kelgan edi. G'oliblarning dahshat selishi bilan mag'lublarning ansiz tatirang'i chiroyida inson va insonparvarlikka bo'lgan mayislikning qandoq ifodalanganligini ayollar, uşaq balalar, qari-cho'ra, ojiz miyiblarning imtiyozsiz zulmlarda bechoralarcha jon berayotganligi, o't yalqinlari ichida itiz o'rmonlar kulga aylanib, podlarning uyoq bu yoqqa qolaymaqan chip yurdiganligi, hatto uchar qushlarning aloq zarlikda uvilarini tashlab, yiroq-yiroqlarga uchib ketadiganligi, o'z g'albisida hushini yo'qotgan g'oliblarning Ba'ayni alı jo'qi saranglarda cho'qon silishib, shaharning kulini ko'k so'rishga odatlanganligini o'z ko'zlari bilan ko'rgan yoki quloqlari bilan anglagan edi. Ammo bugun Xaybar zimini tuproqdan yoritilgan haqiqiy insonlarning g'albidan kiyimi kamtarligini ifodalab, nazarlarini to'van tutgan holda yerga yumshoq dasab shaharga kirayotganligini tunji qatim his qilmoqda edi. G'olib islom qo'shinining besayotgan qadamlaridan vahshiylik va mag'rurlikning qaras-qo'ris ovozlarini anglag'ili bo'lmaydi. Xaybar zemini tarixida tunji qatim g'oliblarning ko'zidan intiqom va nafratning g'azabli uchqunlarini emas, balki ajoyib bir xil muhabbat nurining jilvalanayotganligini, ularning qo'llari qo'llab qilishlar tarafga emas, aksicha insoniy do'stlik, insoniy muhabbat tarafga so'zlayotganligini o'z ko'zi bilan ko'rdi. Bu dal qadrdan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning quyosh kabi nurliq jamoli baxsh etayotgan go'zal sizim bo'lib, mujohidlarning har bir qadamimi Xaybar zeminiga ana shundoq sizimni baxsh etib, yenik besilmoqda edi. Islom qo'shinining sardori Muhammad sallallohu alayhi va sallamning chehrida g'oliblarcha mag'rurlik o'rniga mag'lublarning kishilik huquqini muhofazat qilishga bo'lgan kuyimchanlikning alomatlari aniq ifodalanayotdi. Ojizlar zulm, tahdidlarning razil hislarini bosh egdirayotgan tangdossiz g'oyib ilohiy kuchning amaliy obrazini tunji qatim o'z ko'zlari bilan ko'rdi. Xaybarning borliq sepil, ishik darizlari qoyillik bilan o'z ko'znaklarini ichib, chunqur hayajonlanish ichida hayrona qarab turadi. Shaharni qoplagan qo'rqinch vahimalarning qora bulutlari birdan ichida g'oyib bo'lishgan edi. Mag'lublarning uloq zodi chiroyida aks etishga boshlagan xotirjamlik go'yo ularning qalb ruhlaridan etilib chiqayotgan edi. Jam o'tida pushilangan shahar pufrolari amdilikda o'z mag'lubiyatining musulmonlar qo'lida naqadar go'zallikka erishganligini haqiqiy his qilmoqda edi. Hatto Yahudilarning mag'lub bo'lgan qo'mondonlari mo'kinib olgan bo'lin puchqoq panohgohlardan chiqib, g'olib islom qo'mondonlarining ko'z oldida ularning axloq fazilatini sinab ko'rishga petina oldi. Hixi, boyli qo'rqinishda butun a'zoyi titrashga tushgan mag'lublar
g'oliblarning oldiga kelib o'z talablarini o'ttirib qo'yishdek adabsizliklarni qilishga jur'at qiladi. Demak, insonparvarlikka bo'lgan ishonchining nurli quyoshi shuncha uzoq zamonlardan keyin tarix osmonida tunji qitim nur chachmoqda. Shaharda g'oliblarcha mag'rurlik ifodalanmadi. Qilishlar hech qanday insonning qiniga bo'yalmadi. İntiqom va g'albi nusratning olli cho'qonlarimi ko'tarilmadi. Balki dal aksicha payg'ambar alayhissalomning birla ovozi bilan barliq mujohidlar Allohning oldida yovvoshlik bilan sajdaga bosh qo'yishdi. Namozni ado qilishga darhol to'plashdi. Dushmanlarning mag'rur qaddini mushaytgan g'olib boshlar amdilikda ojizlik bilan yerga tegmoqda. Zaminni titradigan chekinmas qadamlar o'z izida qotgan edi. Xaybar ana shundoq sholliq fatih qilingandan keyin g'ayri dindagi fuqarolarning qalblari islom bayrog'i ostiga jam bo'lishga boshladi. G'oliblar bilan birlikda mag'lublarmi tang shodlik uchun. Go'yo urush bilan tinchlik, g'alba bilan mag'lubiyat, sharq bilan g'arb o'zaro giralishib ketgandek edi. Mag'lublarning islom qo'shini qo'yayotgan talablaridimi insonparvarlikka bo'lgan qat'iy ishonchlari aks etishga boshladi. Zaminimizni o'zimizga topshiringlar. Bu texi boyila qo'rqinch vahimalardan mo'kinishga yer topolmay tipirlab yurgan mag'lublarning g'oliblarga qo'yayotgan talabi edi. Chunki biz sizlarga qaraganda bu yerga texim yaxshi qariya olamiz. Onundan ilingan mahsulotda sizlarning tegishli ulushinglar bo'lsin. Tarix guvohi bu talabmi ta'xirsiz ma'qullandi. Shunday qilib dunyoga kishilik huquq va insonparvarlikning yangi sahifasi ichildi. Bir mezgildan keyin mo'l hosul yig'ilish pasti kelganda islom hokimiyatining Xaybardagi vakili Hazrati Ibn Ravaha radhiyallohu anhuning pasillik mo'l hosullarini taqsimlab, mana bulardan o'zanglarga yorgan o'lishni ilib, yarmig'ini bizga qoldiringlar deb e'lon qilganligini anglagan yahudilar chunqur hayajonlanish va suyunish ilkida ko'zlariga yosh ilib, Allah bilan qasamki, sizlarning bu adolatparvarliginglar tufaylidillah butun osmon zamin erkin nafaslanishga sazobar bo'lmoqda deb oxirin o'qishga boshladi. Ammo ming-minglab afsuski, dunyoga insonparvarlik, kishilik huquq, insof, adolatdan dars bergan oshi buyuk ummat bugungi kunga kelganda kechi-kechilab to'kkan qonliq yoshlarmi badal bo'lolmoqdek darajada dunyo uchun ochiq saboqqa aylanib qolmoqda.